Mart oyida tug'ilganlarning boshqalardan farq qiluvchi xususiyatlari. Ular hissiyotlarga boy va qalblari sezgir va yumshoqdir. Ularning his-tuyg'ularini osongina tushunib olsangiz bo'ladi. Ular romantik va tabiatdan ijodkordirlar. Ajoyib g'oyalar bilan barchani lol qoldira oladilar. Mart oyida tug'ilganlar tabiiy, juda kelishgan va go'zal xushbichim bo'ladilar. Ularning yuragida g'am va tashvishlari bo'lsa-da, hammaga samimiylik bilan muloqotda bo'ladilar. Oqko'ngillikda ularga teng keladigani yo'q. Mart oyida tug'ilganlar nozik qalb egasi bo'lib, sal narsaga xafa bo'lib qoladilar. Ammo ulardan samimiy suhbatdosh va ajoyib, ishonarli do'st chiqadilar.